Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, Allohning salomati, mag'firati, barakati olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 65. cho'ng gunoh o'zursiz turib jamoatga chiqmay namozni yolg'iz o'qish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jamoat namoziga chiqmaydigan kishilarga xitob qilib bundoq degan: bir odamni jamoatga imom bo'lib berishga buyurib qo'yib, ondan jamoatga chiqmaydigan kishilarning uyiga o't qo'yib bersam deb o'ylab ketaman. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Davud, Imom Ibn Majah va Imom Ahmadlar rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bundoq degan: bir qism kishilar yo jamoatni tark etishdan to'xtaydi, yo Alloh ularning qalblariga pechat besirdi. Shuning bilan ular g'afillardan bo'lib qoldi. Imom Muslim, Imom Ibn Majah, Imom Nasoiy va Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bundoq deydi: kimki o'rinli qilib 3 juma namozini tark etsa, Allah onun qalbini pechatlaydi. İmam Abu Davud, İmam Nasoiy, İmam Ibn Majah, İmam Darimi, İmam Tirmizi ve İmam Ahmad rivoyat qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Kimki hech qanday uzursiz ve ziyon zahmat qilmay turib juma namozini tark etsa, amel defteriga munofiq deb yoziladi. Ondan ne ücrilmeydi, ne özgertilmeydi. İmam Tabarani rivayet kılan Albani sahih degan sahih hadis. Sahih hadis. Hafsa radhiyallohu anhuma da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundoq degan: cuma namozini berish balog'atga yetgan her bir kishiga vojibdir. İmam Abu Davud ve İmam Nasoiy rivayet kılan İmam Albani sahih degan. Demek kardeşler, yukarıki 5 hadiste bayan kılınayotgani jamoat bo'lib namoz o'qishdan tark etishning cho'ng gunohlar qatoriga kirdiganligi, hatto jumani tark etsa o kishininki amel defteriga kafir deb yozilganligi bayon qilyapti. Ondan başka kardeşler, cuma namazıga qandoq odamninki berishi vojib ekanligi bu hadisda bayon qilinadi. Balog'atga yetgan har bir kishi cuma namoziga berish vojib. Cuma namozini agar ziyon zahmat yetmagan, bir alohida o'zri bo'lmagan ahvolda cuma namozini tark etsa, mana onun amel defteriga munofiq deb yozilganligi bayon qilinadi. Biz özümüz munofiq qilib qo'yishdan saqlanaylik, cuma namozini tark etmaylik, jamoat bo'lib namoz o'qiydigan ishga alohida ahamiyat beraylik. Agar sharoit hozir bo'ladigan yerlarda yashayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, ham Yevropa ellerinde, g'arb ellerinde yashayotgan qarindoshlarimizning ba'zi shaharlarda undaq jamoat bo'lib namoz o'qiydigan sharoiti to'g'ri kelmaydigan yoki masjidlar alayda jiroq ahvol bo'lsa, undan amal yo'q. Ammo imkon bo'ladigan sharoit bo'lsa, o'rinli qilmay jamoat bo'lib namoz o'qiydiganga ahamiyat berishimiz kerak. Jamoat bo'lib namoz o'qisa 25 asrdan 27 hadisgacha ajr beriladi degan hadislar bor. Shundan qarindoshlar, bu masalalarga alohida diqqat qilishimiz kerak, alohida ahamiyat berishimiz kerak. Allah Teala derslerimizde barliq qarindoshlarga manfaat qilib bersin.